xalqimiz orasida soch ko'chirib o'tkazish bo'yicha ayrim bir negativ fikrlar yuradi. Ya'ni men 2 yil oldin soch ko'chirib o'tkazgandim, siyraklashib ketdi yoki bitta tanishim 3 yil oldin soch ko'chirib o'tkazgandi bir boshqa qanaqadir klinikada, uniki ham to'kilib ketdi degan fikrlar yuradi. Kelinglar mana shu holatlarga olib kelgan faktorlarni birma-bir sanab o'tamiz. Birinchi faktorimiz soch to'kilish jarayoni to'liq to'xtamagan holatda soch ko'chirib o'tkazilgan bo'lsa. Ya'ni o'zini sochlari bor, lekin siyrakroq o'sha qallashtirish maqsadida soch ko'chirib o'tkazilgan. Yillar o'tishi davomida o'sha ekilgan sochlar qolib, o'zini to'kilishga moyillik bor sochlari to'kilganligi hisobiga yana siyrakligi yana oldingi holatiga qaytgan. Ikkinchi faktorimiz shifokorning mahorati, ya'ni imkon tariqasida soch ko'chirib o'tkazish uchun donor sifatida ensani pastroq qismidan sochlarni ko'chirib o'tkazgan ma'qulroq. Qancha tepa qismiga qarab, o'rama sohaga qarab sochlar olinadigan bo'lsa, vaqtlar o'tishi bilan tepadagi sohada sochlarni to'kilishga moyilligi bo'ladi baribir. Shuning uchun ham avloddan avlodga tepakanlikda hamma ko'rgan bo'lsa, faqat mana pastki qismdagi sochlar qoladi. Shuning uchun pastki qismdagidan olib o'tkazsak, bizga butun umrlik xizmat qiladigan sochlar bo'ladi.